AQShning Eron bilan urushi tez orada yakunlanadi, biroq bu joriy haftada sodir bo'lmaydi. Bu haqda prezident Donald Tramp Oq uydagi tadbir vaqtida aytib o'tdi. Washington urushni joriy haftada yakunlashi mumkinmi degan savolga Donald Tramp "Men bunday o'ylamayman, lekin bu tez orada sodir bo'ladi" deya javob qaytargan. Shuningdek, Tramp ushbu mojaro yakunlangach, "Biz ancha xavfsiz dunyoda yashaymiz" deya qo'shimcha ham qilgan. Eslatib o'tamiz, AQSh va Isroil 28-fevral kuni Eronga qarshi qo'shma harbiy operatsiya boshlagan edi. O'shanda Tramp bu amaliyot 4-6 hafta davom etishini ma'lum qilgandi. Yaqin Sharqdagi ziddiyatlar sababli mintaqa aeroportlari vaqti bilan yopilmoqda. Bu esa xalqaro aviaqatnovlarda jiddiy uzilishlarni yuzaga keltirmoqda. Shu bilan birga strategik ahamiyatga ega Hormuz bo'g'ozi atrofidagi xavf-xatarlar tufayli jahon energetika bozorida beqarorlik va narxlarning o'ynashi kuzatilmoqda.